Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, hozir bir akamiz bizga aloqaga chiqib aytayaptilar. Shu Domodedovo aeroportiga 22-kuni bilet olgan ekanlar. Hop borib uchib ketmoqchi bo'lganda qarzi borligi sababli qaytarilibdi. Shuning uchun ogohlantirib qo'ymoqchiman do'stlar. Rossiyadan kimda kimni qarzi bo'ladigan bo'lsa, shu qarzlarni to'lab, imkoni boricha qarzdor bo'lmay yurishingni so'rab qolaman. Videoni oxirida shu qaytarilgan qog'ozlari ham bor, o'shani qo'yaman, ko'rib olishinglar mumkin. Kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like tugmasini bosib qo'ying. Bu videoni Rossiyada yurgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.